Sir ortida YouTube kanali. Bu kanaldagi hikoyalar faqat ko'ngilochar va ma'lumot berish maqsadida tayyorlangan. Ayrim voqealar badiiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Kanal hech kimni haqorat qilish yoki zarar yetkazishni maqsad qilmaydi. Bugungi hikoyamiz ham sizga yoqadi degan umiddamiz. Sizga hikoyamizni tinglashdan avval Sir ortida YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yishingizni istab edik. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Hikoyamiz qahramoni yosh Arju. Arjuning boshidan kechgan sinovlar. Hikoyamiz qahramoni Arju nima uchun $43,000 qushlar o'lishiga sababchi bo'ldi? Bular haqida batafsil hikoyamiz davomida tinglashingiz mumkin. Hayotimiz davomida turli xil voqea, omadlar, yo'qchilik, yetishmovchilik kabi sinovlarga birin-ketin duch kelar ekanmiz. Hikoyamiz qahramoni Arju ham ana shunday sinovlarga birin-ketin duch kela boshladi. Bundan avval Arju haqida bir oz so'z yuritaylik. Arju bolalik yillaridanoq ko'mir konida og'ir mehnat ichida katta bo'lgan edi. Uning ota-onasi 2 yoshlik paytida og'ir kasallik tufayli olamdan o'tib ketishgan edi. Arjuning amakisi uni bolalar uyiga topshirishga majbur bo'lgan edi. Yosh Arjuni biroz yoshi ulug'roq ko'maralar oilasi asrab olishgan edi. Arjuni asrab olgan ota-onasi ularni yeb-ichishdan, qashshoqlikdan qiynalayotganini ko'rgan Arju yoshligidanoq o'zini qora mehnatga tashlagan edi. Arjuning tengdoshlari hech qayerda ishlamas, shunchaki darsga borib kelib ko'chada futbol o'ynab yurishar edi. Do'stlari Arju "Yur futbolga boramiz" deyishsa, "Yo'q, men ota-onamni boqishim kerak. Ular menga suyanib qolishgan" deb ko'mir koniga ishlagani ketar edi. Ko'mir koni rahbari kelganda meni ko'rib qolmasin deb, ko'rib qolsa ishdan chetlatadi deya berkinib olar edi. Kunlarning birida kon rahbari Arjuni ko'rib qoldi va ortidan qo'ylab ketdi. U berkinishga joy topa olmay ko'mir bilan o'zini ko'ma boshladi. Kon rahbari uni sezib qoldi va unga qarata "Chiqaver, seni ko'rib turibman" dedi. Arju bundan juda xafa bo'lib, yig'lagancha chiqib keldi. Rahbar "Xo'sh, nima uchun mendan berkinding" dedi. Arju "Siz meni ishdan haydab yuborasiz. Axir men ishlab pul topishim kerak" deb yig'ladi. Kon rahbarning yuraklari bundan larzaga keldi va uni ertaga darsdan so'ng chiqib meni yonimga kelgin deb yelkasidan turtib qo'ydi. Arju ertasi kuni ming xayolda yo'lda yurib o'ylab kelar edi. Meni haydab yuborsa, men qayerga ishlagani boraman deb o'ylardi. O'sha vaqtlari Singapur davlatida ish topish ayniqsa yosh bolalar uchun juda qiyin edi. Nihoyat u ko'mir koniga yetib keldi. Rahbar xonasiga kirib, u Arjudan nima uchun bunchalik yosh bo'la turib, bu yerda og'ir mehnatda ishlashini so'radi. Arju esa "Meni keksa ota-onam bor. Ular meni yoshlik chog'imdan bolalar uyidan meni asrab olishgan va menga mehr ko'rsatib, menga tarbiya berishgan" deya so'zini yakunladi. Rahbar yosh boladagi bunchalik shijoatni ko'rib, "Qoyil, sen bola ancha dadil ekansan" deb uning bu shijoatiga tan berdi. Rahbar unga qaradi endi. "Bu konda ishlamaysan. Meni shu ko'cha oxirida katta fermam bor. O'sha yerda darsdan so'ng ishlaysan" deb unga aytdi. Arju ham xursand bo'ldi. "Xo'p, sizga rahmat" deya uyiga ketdi. Uyiga borsa onasi juda betob. Uyiga doktor kelgan va dori-darmon ham yozib bergan. U dori yozilgan qog'ozga ko'zi tushdi va qog'ozni olib dorixona tomon yugurdi. Dorixona sotuvchisidan dorilarni hisoblab berishini iltimos qilib so'radi. Dorixona sotuvchisi bu dorilar $320 Singapur dollarida bo'lishini aytdi. Bu pulga taxminan Arju konda 2 oy ishlagan ish haqiga to'g'ri kelar edi.
Arju cho'ntagida pul yetmasligini payqadi va sotuvchiga "Siz bu dorilarni tayyorlab turing, men pul olib kelaman" deb kon tomon yugura ketdi va ko'mir koniga yetib keldi. Arju rahbarxonasidagi eshikni taqilladi. "Men Arjuman" deya xonaga kirdi. U rahbardan "Menga puldan yordam qilib yuboring. Men bu pullarni ishlab sizga albatta qaytaraman. Axir meni onam kasal bo'lib qoldilar. Men ularga hoziroq dori olib borishim kerak" dedi. Rahbar ham uning bu holatidan tushundi va unga pul berishga rozi bo'ldi. Arju dorixonaga borib dorilarni sotib olib, uyiga bebor onasiga olib borib ichirdi. Otasi bu holni ko'rib Arjudan butun umr minnatdorligini aytdi. Chunki ota Ravi Kumar yosh ulug', nafaqasi ham oz edi. Arju yangi ish joyiga yetib keldi. Arjuni katta fermadagi ish kutib turgan edi. Arju ish o'rgandi va fermadagi katta qush turgan qafasga ko'zi tushdi. Ichidagi bir-biridan go'zal qimmatbaho qushlarni ko'rib, ularga qiziqib qoldi. Qush parvarishi bilan shug'ullanuvchi xodim Arjuni ko'rib, "Sen ham qushlarga qiziqasanmi?" dedi. Arju, "Ha, bu qushlar kimniki?" deya so'radi. "Yosh bolalarchi." Ishchi, "Bu qushlar o'ta qimmat qushlar. Boshqa bir davlatdan keltirilgan. Bu qushlarga hozir 20 kun atrofida dori va vitaminlar berib turish kerak", dedi. Arju, "Ha, men ham sizga yordam bersam bo'ladimi?" dedi. Ishchi, "Ha, bo'ladi." Arju o'sha kun qushlarga dori vitamin berishda ham yordam berdi. Kun va nihoyat kechib o'tdi va u uyga qaytdi. U uyga kelib otasiga yangi joyda ishlayotganini so'zlab berdi. Otasi Ravi Kumar Arjuga, "Sen hech qachon taslim bo'lma. Sen mehnat bilan birgalikda darslarni ham o'zlashtirishing kerak" deb tinmay ta'kidladi. Arju har kuni uyda kechki taom yeb bo'lgach, ertasi kunga bo'ladigan darslarga tayyorgarlik ko'rar edi. Fermada juda charchagani tufaylimi u darslarni qila olmadi va uxlab qoldi. Ertasi kuni Arju darsga bordi. Arjuning ta'kidlashicha, uning hayotidagi ushbu kun eng yomon kunlardan biri bo'lganini so'zlaydi. Chunki darsda fizika o'qituvchisi qilmagan darsi uchun 2 baho qo'ydi va bolalar o'rtasida Arjuni mazax qildi. "Sendan noxush hid kelyapti" deb. "Bilmayman. Menimcha bu o'sha katta fermada ishlagan uchun bo'lsa kerak." Bolalar ko'rishdi. Arju bu holatda yig'lagancha sinf xonasini tark etdi jahl bilan. Arju fermaga yo'l oldi. O'z ishlarini yakunlab, qush qafasi yoniga bordi. Borsa ishchi Mark qushlarga vitamin berayotgan edi. Arju bilan salomlashdi. Mark Arjuga qaradi. "Keldingmi? Menga qarashgani" dedi. Arju esa "Ha" dedi. Markka to'satdan uydan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Va Mark Arjuga, "Men ketyapman. Sen qushlarga sariq idishdagi vitamindan 2 gramdan har bir qushga ichirib qo'yishini iltimos qildi." Arju "Xo'p" deya ishga kirishdi. Mark esa kiyimlarini kiyib fermadan chiqib ketdi. Arju birin-ketin qushlarga vitamin ichira boshladi. Va Arjuni fermadagi boshqa bir xodim yordamga chaqirib qoldi. Va Arju unga ham yordam berib keldi. Bir kun avval Arju juda kech uxlagani sabablimi, vitamin solinganini sariq idishdan emas, uni yonida turgan oq idishdagi doridan 2 gramdan qushlarga ichirib chiqdi. Va hammasiga ichirib bo'lgach, yuz qo'lini yuvish uchun yuvinish xonasi tomon yo'l oldi. Bu orada Mark ham fermaga qaytdi. Arjuni ko'rdi va Arjuga qaradi. "Qushlarga vitamin ichirib bo'ldingmi?" dedi. Arju "Ha, ichirib bo'ldim" dedi. Mark xursand bo'ldi va qushlar xonasiga yetib kelishdi. Qushlar orasida 4 dona qushdan tashqari 25 dona qush yerda jonsiz o'lib yotar edi. Mark buni ko'rib hayron bo'ldi.
Arju, bu nimasi bo'ldi? Sen sariq idishdagi vitamindagi doridan ichirganmiding? Arju, yo'q, oq idishdan, dedi. Mark, nima uchun? Men senga sariq idishdan ichirishingni tayyorlagan edim-ku. Arju dorilarni adashtirib yuborgan edi. Oq idishdagi bu dori hasharotlarni o'ldirish uchun tayyorlangan juda kuchli kimyoviy suyuq dori edi. Ferma rahbari ham bu holatdan xabar topdi va jahli chiqib tezda yetib keldi. Bu qushlari taxminiy narxi $43,000. Arju ferma rahbari Mark xonasiga chaqirdi va Markdan rahbar nima bo'lganini so'radi. Mark haqiqatni aytdi. Arjuni ferma rahbari qattiq kaltaklab, uni fermadan haydadi va otasini chaqirib kelishini aytdi. Qariya ota Ravi Kumar fermaga yetib keldi va rahbar unga sizni o'g'lingiz meni $43,000 turadigan qushlarimni o'ldirib qo'ydi, dedi. Endi bu pulni siz to'laysiz, deb otaga do'qondi. Ota Arjuga qarab, shu rostmi? Arju, ha, men bilmagan edim, deya javob qaytardi. Ota xo'p, xonadan chiqib ketdi. Ota Arjuni qo'lidan tutib, Arju, hali hammasi yaxshi bo'ladi, dedi. Ular bu qarzdan qutulish maqsadida yashab turgan uylarini sotib, qushlarning pulini to'lashdi. Ortgan bir oz pulga esa kichikroq bir xonali kvartiraga ko'chib o'tishdi. Ushbu kunni Arju ko'zlarida yosh bilan so'zlab berar ekan. Men otamni hali hammasi yaxshi bo'ladi, sen hali katta odam bo'lib ketasan, degan o'gitlari bilan maktab, oliy o'quv yurtlarini yaxshi baholarga tamomlab, hayotda o'z yo'limni topib, hozirda o'sha katta fermaga rahbarlik qilayotganini bizga ushbu hikoyada yozib qoldirdi. Uning hikoya qilishicha, har bir ishdan saboq chiqarib, harakatdan to'xtamaslik va bu yetuklikka albatta yetkazadi, deb hikoya so'ngida yozib qoldirdi. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Kanalga obuna bo'ling. Siz uchun kundalik hikoyalar to'plamini chiqarishda davom etamiz. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirsangiz, biz bundan juda xursand bo'lamiz. Sir ortida YouTube kanalida sirlarni siz bilan izlab topamiz. Sog', salomat bo'ling.